Assalomu alaykum. Eshik o'rtaga obyektdan tashqarisiga mutqada ichkariga kirdik. Ichkarida holatda mana derazalarga chiroyli sarafon urib olamiz. Akkuratni chiqadi. Mana stop ochamiz, taysni ustida. Akkuratni sarafon tortyapsizlar. Tenjolar sog' bo'lsin. Xolasa mana ko'rinishi bitgandan bitta holatini ko'rasizlar. Ishga xolasa baho berasizlar mana bu yerda. Yo'llarimiz tayyorlashyapti. Mana katta sho'g'it, stop ochcha. Mana brigadir ham sheydilar, paralab. Holatda holasi bitgandan keyin bitta cho'tki obzor qilamiz, ko'ramiz uni. Ichkaridan boshlab oldik. Hurmat Tayson usta. Assalomu alaykum. Mana bugungi Peshovatdagi obyektimizni yakunladik. Paddozdan chiqqan holat mana bir video qo'ygandik ish boshlashdan oldin. Alhamdulillah mana bugun yakunladik. Paddoz bo'lgan holati. Tayson usta paralab katta sho'g'it usta pochcha shu holatda paralab katta sho'g'it